O'rtoqlar, Tojikistonda Kulob degan joyda, ya'ni mana shu Pomir tog'iga qarab chiqib ketishdi. Shurobatga postiga chiqib biz qaytdik. Velosipedlarimizni Shurobat postiga qo'ydik. Boya aytganimdek, bu tog'larga chiqish uchun spesialniy o'zini razрешение qog'ozlari va strixovka, shu bir ikkita dokumentlar kerak bo'lar ekan. Biz qaytdik va mana shu mehmonxonaga joylashdik. Bu mehmonxonani shunaqangi zo'r, ishonasizlarmi? Sharoitlar yaxshi, narx-navosi ham juda ham qulay. Eng qizig'i, bu yoqdan kirasiz, cho'miladigan joylari ham bor ekan. Shu yerdan tashab, pastga tashab cho'milaveradi. Mana men mehmonxonam. Shu yerdan cho'milib, bolalar cho'milishar ekan bu yerda. Keyin mehmonxonalar qilingan. Narigi tomondan kirish, sharoitlar yaxshi. Prosta aytganim, kimda kim bu tomonga o'tib qolsa, kirib, beta qolsanglar ham shtobi maza qilib dam olib ketsanglar bo'lar ekan. Egalari ham samimiy, hozir gaplashib shu yerda ancha nima qildik. Bu joy o'zi katta masala suzish havzasi, suzish havzasining 3-etajlari polniy mehmonxonaga qilingan. Sharoitlari yaxshi, konditsionermi, boshqa hamma sharoitlari bor. Ichkarida dushlari. Eng zo'r tarafi narxi zo'r. Narxi juda ham arzon. Biz ikkita xona oldik, boshqa joyda bu pulga bitta xona olardik. Bu yerda ikkita xona oldik. Xullas, ertaga dushanba pasport stollarga borib dokumentlarimizni tayinlab, xudo xolasa, talchi ertaga postga chiqib boramiz, o'zi Perevolga chiqib ketamiz, ya'ni Pomir tog'iga kirish boshlanadi.